Ya, o'ljani zo'ri yo'q. Qizim, mana bechorani yo'qol. Bak, buni jo'na tez, bechorani yo'qol. Rasa joyiga bordi. Oshna endi faqat barbeki burger yeyman. Bitta steak burgeri ham bor. Barbeki burgerdan ham zo'r oshna. Lakatsasi ham zo'r joyda ekan, qara. Ertaroq aytmagan ekansan. Assalomu alaykum akalar, ehson qilinglar. Onam kasaldi. Voy asal qizim, shakar qizim. Onang kasalmi? Qanaqa kasal? Dadang qayda? Dadam tashlab ketgan. Ukamga pampers bilan qarshi olishim kerak. Iltimos akajon. Sani uying qayerda o'zi? Qo'yliqda, Voy, qo'yliqdan nimadan kelasan? taksida. Voy, hali sen taksida yurasanmi? Siz meni jinni deb o'ylayapsizmi? Ha, onang nima rasa gapga usta qiz ekansan, sen o'zi? Men sizlarni tanidim. Kim ekanman? Blogersizlar, u katta bolalar. Iya, sen tilanchi emas, artist bo'lishing kerak ekan, jon-uka. Biz videolarimizni qayerda ko'rasan sen? Voy akalar, sizlar meni jinni deb o'ylayapsizlarmi yoki chumov deb o'ylayapsizlarmi? Telefonda ko'raman. Hali sen telefoning ham bormi? Voy aka, nima deyapsiz? Mani iPhone'im bor, mana. Voy, tilanchilarda iPhone, men blogerga bitta iPhone olmabman, shuna? Telefon bu yoqqa ber, pul bersalaring, berlaring. Men bo'lmasa vaqtimni olmalaring. Paytgacha bo'lmasam men 2 soat topardim. Men singlim. Bittisini o'zim. He, senga yana qancha berish kerak-ku? Manba 5 ming, manba 10 ming. Men pulga o'zlaringni kelarlar, sen kalboy. Peshanangga choy chektirib ol. Yana blogerman deb maqtanadi. Chumoli. Asamga buzib, chatimga to'p etkizma! Baqa kelsin.